yosh Muhammad va ikki do'sti ilm olish uchun safar harakatiga tushdilar. Keksa onasi buni eshitib, "O'g'lim, meni kimga tashlab ketasan? Sendan ayrilsam o'laman", deb zorlanib yig'ladi. Muhammad hamrohlariga "Onamni norozi qilib ilm olishga keta olmayman, uzr", deb safardan voz kechdi. Do'stlari maqsadlari sari ketishdi. Hakim Termiziy dili g'ashlanganicha yig'lab qoldi. "Do'stlarim ilm o'rgangani ketishdi. Oz vaqtda ular ilmli bo'lib keladilar. Men esa ilmsiz bo'lib qolaman." Shunday o'ylar bilan ketayotganida nuroniy keksaga yo'liqdi. U "Ey farzand, nega yig'layapsan?" deb so'radi. Muhammad voqeani bayon qildi. "Ikki do'stim bilan ilm o'rgangani bormoqchi edim. Onam rozi bo'lmadi. Do'stlarim ketishdi. Men onam roziligini xohlab bora olmadim. Ilmsiz qoldim. Shuning uchun yig'layapman. Xohlaysanmi, men senga ilm o'rgataman. Men bergan ilm do'stlaring oladigan ilmdan ham ko'proq bo'ladi." "Men roziman", dedi Muhammad. Ikki o'g'lon maxsus joyni tayin qilishdi. Yosh Muhammad har kuni u yerga borardi va u nuroniy hazratdan dars olardi. Keyin bilsa, ustozi hazrati Xizr ekan. U ona rizoligini ustun qo'yib, olis yurtga ketmagani uchun laduniy ilmga muyassar bo'ldi. Onaning rizoligi tufayli butun olam Muhammad Hakim Termiziy deb e'zozlaydigan alloma darajasiga ko'tarildi. Bilasizmi, shunday maskan bor, mehr degan buloq bor, ko'ring. Yo'lingizga doim intizor, onangizni bir ko'rib keling. Joy namozi yig'ilmas sira, ko'z yoshlardan nigohlar xira. Yig'lamasa shu bugun zora, onangizni bir ko'rib keling. Sizni doim kutgan ugina, 100 yil bormang bir qilmasgina, kutaverar sizni jimgina. Onangizni bir ko'rib keling. Xavotirlar sochlarida oq, choy cholmas qo'llari titroq, dek churq etib nolimas biroq, onangizni bir ko'rib keling. Bechoraning yuragi so'qir, sizni deya yashaydi axir. Sog'inmasdan jonini qabr, onangizni bir ko'rib keling. Biroz bo'ling dardiga malham, yashnab ketsin keldi deb bolam. Baxtlikka haqli-ku u ham, onangizni bir ko'rib keling. Borin to'kar dasturxoniga, joningizni joylar joniga, joy soldiring uning yoniga. Onangizni bir ko'rib keling. Yig'ishtiring ishlaringizni, to'plab aqlu xushlaringizni, olib o'g'il qizlaringizni, onangizni bir ko'rib keling. Kelsa hamki so'zlarim malol, shu kalomim ketmasin uvol, Xudo asrasin u, so'ng bor ehtimol, onangizni bir ko'rib keling.